qaysi kombinatda 40 yildan beri ishlab kelaman. Shu kombinatda ishlab kelgan bo'lsam, har yili ishchilarni e'tiboriga olib, har doim bayramlarda tabrik so'zlari, sovg'alar berib odamlarni qiziqtirishadi. Korxonamiz yanada yuksalib, yaxshi rivojlanib ishlab ketishiga tilakdoshman. Hamkasblarim hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Ну, на этом комбинате я работаю уже более 30 лет в службе автоматизации производства. Занимаемся системой автоматизации на должном уровне. Ну, в этот день хотел бы пожелать всем работникам металлургической промышленности здоровья, успехов, дальнейших продвижений по службе. Shu kungacha mana korxonada dispetcher lavozimida ishlab kelyapman. Mana bugungi bayramimiz munosabati bilan meni ham taqdirlashdi. Shu munosabatdan foydalanib, metallurglarni barchasini bayramligi bilan tabriklayman. Men shu korxonaga 79-yil kelganman. O'zim tabiat muhofaza qilish laboratoriyasida 26 yil ishladim. Bugun bayram bilan bizani tabriklashdi. Hamma korxona rahbarlariga rahmat aytaman. Qonchilik va metallurgiya kuni bilan chin qalbdan tabriklayman. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bir yuvish mashinasi muborak bo'lsin. Televizor muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Bo'lsin, tabriklaymiz. Kombinatda 21 yildan beri ishlayman. Bugungi bayramlar hammaga muborak bo'lsin. Bayram tashkil etganlarga katta rahmat. Mana mantiqiy savol bo'yicha mana televizor yutib qoldim. Hammaga nasib qilsin. Bugun mana kasb bayramimiz. Bayram zo'r bo'lyapti. Hammani bayram bilan tabriklayman. Assalomu alaykum.